Albatta ustozlik maqomi azizlar, bu yuksak maqom. Bu maqomni ulug'likligi shu darajadaki xalqimizda bekorga ustoz otangdek ulug' degan maqol aytilmagan. Xuddi otadek ulug' hisoblanadi. Ota insonni bu dunyoga yerga tushishiga sababchi bo'lgan bo'lsa, ustoz uni ko'klarga ko'tarilishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ustozlarni hurmat qilish, ularni ehtirom qilish dinimizni ko'rsatmas. Alloh Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Vallohu bima ta'maluna xabir" deydi. Ya'ni Alloh aytayapti, Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir deb Alloh marhamat qiladi. Mana bu joyda Alloh taolo iymon keltirgan va sizlardan ilm egalari bo'lganlarning darajatini baland qilishligi haqidagi bayoni oyatda ustozlarni martabasini baland ekanligidan ko'rsatadi. Men hali aytib o'tganimdek azizlar, ustoz, muallim bu o'sha har bir yurtni eng katta hurmatli zotlari bo'lish kerak. Qaysi yurtda, qaysi jamiyatda ustoz, o'qituvchi, muallim hurmat qilinmas ekan, bu jamiyatning kelajagi yo'q azizlar. Jamiyatda o'qituvchi, muallim hurmatlanishligi kerak. Ikkiga bo'lmagan holda, hali aytdim. Diniy, dunyoviy emas, hammasi. Bugun bizning yurtimizda azizlar tan olib aytishimiz kerak, ustozlar hurmati oshib boryapti. Orada shunaqa davr o'tdi boshimizdan. Bundan ko'p emas, 10-15 yil muqaddam, 20 yil muqaddam ustozlarni jamiyatda juda qiynalgan holatini ko'rdik. Bu yerda tasdiqlasanglar kerak. Men shaxsan mana maktabda ta'lim bergan, men juda ham hurmat qilgan, menga mana shu adabiyotni o'rgatgan, ko'plab kitoblar o'qishga sababchi bo'lgan ustozimni bozorda bir narsalarni yerga qo'yib sotib o'tirganini ko'rganman. Juda ham qalbim og'rigan. Bugun esa ustozlar ulug'landi. Biz bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Bugunlik kunda davlatimiz rahbarini ustozlarga, muallimlarga, o'qituvchilarga, ta'limga berayotgan e'tibori bir necha yillik ustozlarning ko'z yoshi duolari. Uzoqqa bormaylik, paxtani eslaylik azizlar. Lekin ko'pchilik buni esdan chiqardi. Haqiqatda ham bir yilni deyarli 4-5 oyini dalada o'tkazilar edi. Alloh nasib qilsa 1-oktyabr ustozlar kuni bizda. Atiyatdan bitta kun qilindiki shu ustozni eslasin deb. Lekin bilasizlar, o'shnaqa bayramlarda ham dalada bo'lar edik. Ustozlar o'sha yerda bo'lar edi. O'sha paxtaga bolalarini olib chiqmaganligi uchun chora ko'rilar edi. 6 oylab yurgan ustoz. Endi bugun qarang, muallimlar qay darajada. Ularning maoshlari necha yilda orzu qilgan maosh darajasiga yetdi. Inshaalloh bundan ham ziyoda bo'ladi. Chunki bugun yurtimizda o'qituvchilarga, muallimlarga bo'layotgan e'tibor tahsinga loyiq. Prezidentimiz o'zi bir necha marotabalab aytayapti, o'qituvchilarni ta'lim deb juda ham ko'p gapiryaptilar. Chunki kelajak faqat ilm bilan, faqat ma'rifat bilan, faqat o'qituvchilarni ulug'lashlik bilan bo'ladi azizlar.